8-19 asrlarda O'rta Osiyodagi hozirgi davlatlar o'rnida Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklari mavjud edi. 19-asr boshlarida Qo'qon xonligi taxtiga Umarxon o'tirgan davrda ilm-ma'rifat, adabiyot, madaniyat rivojlanadi. Shu bilan birga xonlikdagi ichki ziddiyatlar, oddiy xalqqa adolatsiz munosabat o'lkada og'ir ijtimoiy muhitning paydo bo'lishiga ham olib keladi. Jahon otin taxallusi Uvaysi Vaysi 1779-1845 Marg'ilonda tavallud topgan. Uvaysi oilasidagi ma'rifatli muhit uning kelajakda yetuk shoira va o'z davrining bilimdon ayoli bo'lib yetishida muhim ahamiyat kasb etgan. Shoiraning onasi zamonasining o'qimishli ayollaridan biri bo'lib, otinlik qilgan, ya'ni qizlarga ta'lim berish bilan shug'ullangan. Jahonning yoshligidan bilimga ishtiyoqi baland bo'lib, dastlabki savodini o'z oilasi yordamida chiqargan. Otasi va akasidan musiqa, she'riyat ilmini o'rgangan. Keyinchalik Uvaysi Qo'qon xoni Umarxonning rafiqasi shoira Nodira begim va boshqa ijodkor ayollarga she'riyat ilmidan dars beradi. O'zi esa muammo she'rida fikrni yashirin ifodalash san'atini mukammal egallaydi. Uvaysi Qo'qon xonligi davrida yashagan va saroy adabiy muhitga yaqin bo'lgan. U mashhur shoira Nodira bilan zamondosh bo'lib, ular bir-birining ijodini qadrlagan. Hayotida og'ir sinovlar ko'p bo'lganiga qaramay, Uvaysi sabr-toqat bilan yashagan va ijod qilishdan to'xtamagan. Uning she'rlarida sabr, iymon, sadoqat va insoniy fazilatlar madh etiladi. Uvaysi ijodida g'azal, muhammas va ayniqsa Chiston janri alohida o'rin tutadi. U Chiston yozishda mohir bo'lib, topishmoq shaklidagi she'rlari bilan mashhur bo'lgan. Shoira o'z asrlarida ayollarning ichki kechinmalari, orzu-umidlari va dardlarini samimiy tarzda ifoda etgan. Uning tili sodda, ravon va ta'sirchan bo'lib, o'quvchini o'yga toldiradi.